Mashalloh obunachilar, mana Alicantera chexolga qaranglar. Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi sotimizda Tahoe. Когда втупик уткнуться пути, придется в эту яму сойти, в эти сети тетки масти черной. Заплати головушкой непокорной, блюсти или обрести. Ты сам крути, сам и верти. Вопрос, кто здесь из нас дьявол воплоти, кости на кресте или ноги унести. Вопрос. Mashinamiz 23 ishlab chiqarilgan, bir qo'l hisob ma'lumot, 9800 km yurgan, idealniy holatda, eng full paysasi. Mashinamizda premium podveskasi bor, 4 ta vidishi, abduf, abagrev, hamma navorotlari bor, 3 ta qatorli. Mashinamizga Alicantera chexollar tikilgan, 1,5 ming dollarga. Mashinamiz ponni shumka bo'lgan, morda qismlarga broni plonkalar qilingan, idealniy holatda. Obunachilar, mashinamiz narxini 80 ming dollar so'raymiz. Kimga kerak bo'lsa past nomer qoldiramiz, bemalol narxlar bo'yicha gaplashamiz. Sanjarofga obuna bo'lib qo'yinglar, yaxshi mashinalarni o'tkazib yubormaysizlar.